Assalomu alaykum. Bugun o'qimoqchi bo'lgan kitobimizning ismi Xayrli kesh gorilla. Avtori P.G. Rassman. Qani boshlaylik. Bu yerning qayerga ekanligini bilib oldinglarmi? Bu bir hayvonotlar bog'chasi. Bu yerda bir qafas bor. Uningda gorilla bor ekan. Bu hayvonning ismi gorilla. Bu yerda yana bir qafas bor ekan. Bu yerda yana bir qafas bor ekan. Hayvonotlar bog'chasida hayvonlar normalda qafasning ichida saqlanadi. Mushada yashaydi. Biz berib ko'ramiz. Ha, kech bo'pti. Qaranglar, bu yerda bir tal o'g'aq ay bor ekan. Bu ayning shakli o'g'aq ay. Yana nima bor ekan buning ichida? Yaxshi qarab boqaylik. Bu yerda bir hal rang shar bor ekan. Hal rang sharni kichik bir choshqon tutib olibdi. Bu yer nima esiqlikka? Banan. Chunki gorilla banan yeyishga amroq. Shu bananni esib qo'yibdi, Bu kim u? Bu hayvonot bog'chasining qo'g'dug'uchisi. Kech bo'lganda butun hamma yerlarni kuzatib, anandan keyin eshikni taqab mangdi. Bu gorillaning qafasidan o'tishni oldi gorillaga "Xayrli kesh gorilla" debdi. Va qo'lda qo'l chirig'ini ko'tarib mengibdi. Bu vaqtda nima ish bo'pti? Bu gorilla tuydirmasdan qo'g'dug'ichining orqasiga esilgan rangli oshqushlarni elib olibdi va qo'g'dug'ich tuymay qolibdi buni. Endi qanaqa qildi? Bu qarab boqaylik. Ha, bu rangli oshqushlarning ichidan qizil rangli oshqushni tepibdi va o'zining qizil rangli qafasini ichibdi. Noit aqlli ekan bu gorilla. Qafasni ichib tushibdi. Bu vaqtda qaranglar, miyada kichik choshqon sharni qo'yib yetibdi. Sharni qo'yib yetibdi va bir tal bananni ko'tarib, umoqsini ayishib tushibdi. Ha, bu vaqtda kuzatuvchi, ya'ni qo'g'dug'uchi davomli mengib, qo'lchiriq bilan hamma yerni kuzatib mengibdi. Gorilla orqasidan tuydirmay asta-asta mengibdi. Oshqushlarni ko'tarib mengibdi. Endi bular bir hal rangli qafasni yendan o'tibdi. Bu qafasda kim bor ekan? Qaysi hayvon bu? Fil. Fil bor ekan. U qorong'u hal rang shar muyada uchib ketibdi, osmonga uchibdi. Shuning bilan bu vaqtda gorilla filga qarabdi. Filga qarab nima degandi va? Fil qarab, "Hey pilodosh, sening menga o'xshash chiqqing bormi? Qara, menda oshqush bor" degandi balkim. Fil, "Jo'p yaxshi, menim chiqarib qo'yamisa?" dedi balkim. Ha, qo'g'dug'uchi bu vaqtda "Xayrli kesh"